Sizni ko'rsak, mana gapirgan gaplaringiz esimizga tushadi. Shunaqangi gaplarni gaplashaverdik. Suhbatimiz endi joyiga yetib ko'rdilarmi? Mana bir vaqtimda men suhbatni. Hazratimiz ulug'lar haqida gaplashsak, yana ham fayz bo'laveradi. Ha, endi u ulug'larimizni ko'rgan odamlar borgan sayin nima Bozordan g'animat bo'lib borishmayapti. Yoshlar, yosh devonalar ko'pi. Ko'rdik ularni. 2 marta bug'doy noni yegan degan rivoyat bor ekan. 3-inchisi ixtilof ekan. Arpa noni yeganlar. Bildingizmi? Hech qaysi payg'ambar to'yguncha ovqat yemagan. Nem ser yegan. Mavlud o'qilganda ostligilaridan qornlariga tosh baylab olar edilar. Dasturxonlarda 3 ta ne'mat jam bo'lmagan payg'ambarimiz. 3 xil narsa turmagan dasturxonda. Mana qattiq bo'lsa ham suvidan ham o'taveradi. Qolgan narsa u lozimatasi mana u narsa. Bittasi shu yeydigan narsa. Kiyadigan narsa. Ayb joyini bekitib tursin. Issiqdan, sovuqdan panoh bo'lsin. Bitta joy. O'sha joyda istiqomat qilsa, obto'g'on urib ketmasin, sovuqdan urib ketmasin, ashadda bir qo'nib o'tirsin. Shunchalik narsani hojati asliya deydi. O'sha hojati asliya bo'lgandan keyin demak Xudoga qulchilik qilishlikka yaragandagi imkoniyat paydo bo'libdimi? Umrda qolganiga oxirat amalni qilish kerak. Qolgan umrga. Shatda qolib ketadigan narsani qilsangiz, oxiriga ketadigan umr odoq bo'lib, hech narsa o'tib ketadi. Avvalambor mana bu narsani ko'p bo'lishligi u odamning Xudoning nazdida ulug'ligi chiqmaydi. Endi yoshlikka keldi. Bitta baxtli saodatlikning nishonasi o'sha tariqatga dohil bo'lib qolishlik bo'ldi. O'sha azizlardan bir virdi vazoif qoldi. O'shani qilishlikka mas'ul bo'lib qolishlikka kirib qolindi. Chunki bunday bir misolini olaylik. Bitta odam bitta joyini aytdiki, ishlar ekansiz. Men uyda o'tirib turing. O'tirib turib, o'zingizga bir uy qilib oling. Desa, u bir ishlab keladi endi odam. Kunlik endi birovnikida o'tirib tursa, birinchidan birovni joyini obod qilmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan unga ko'ngil qo'ymaydi. Chunki o'ziniki emas-da. Chiqing desa, chiqarish kerak. U imkoniyat berdi sizgaki, mana o'tirib turing. Shu o'tirib turganingizda o'zingizga bir vatan qilib oling, dedi. Endi o'ylayotgan oyligini nima qiladi? Ha dedi. Somsa yemasam, shashlik yemasam mayli, osh yemasam mayli. Ana qatiq non bilan shuni o'zini olib qo'ya qolay dedi. Hadinga ketadigan narsa to'xtadimi endi? Usti ochib kelganda mana bittani kiyib tursam, ja bo'lmasa buni almashtirgan ikkita o'lar deydi. Yirtsa yamaman olaveradi. Turgan joyi ham kifoya qiladi. Endi uni vaqti oyligini sarf qilmasdan imorat qilishlikka to'xtaydi, yig'adi endi. Chalik narsani nima qilishga o'tdi-da, tejamkorlikka o'tdi. Undan endi qoldi. Qolib, u bitta o'ziga joy qilib oldi. Birinchidan haligi birinchi turgan joyiga mehri yo'q. Obod qilmaydi. Birovda uyda o'tirib turgan odam tushib ketsa, nochor o'sha joyini minisa qilmasa, narigi masala edi. Bugun chiqdisa chiqib ketavermi? Mehr qo'ymaydi, obod qilmaydi. Chiqdisa chiqib ketadi.
Shu joy xuddi shunaqa. Bu dunyo. Bu Shu dunyo. dunyo xuddi shu. Shunaqa bo'lgandan keyin oxiratlik umr o'zi oxirat umri aslida. Bu mana kecha ilgari keladi. Mana dunyo oxirat kunini kechasi. Kecha oldin kelganligi uchun tong qatganda hamma narsa oshkora bo'ladi. Hani xaritani ko'rasizlar, har qaysi fanga doir xaritalar bor. Mana temir yo'liniki, mana avtomobil yo'liniki, mana qazilma boylikligi, mana va hokazo. Qaysi fanga doir bo'lsa, mana tilla koni deydi. Mana kon deydi. Konlarni siz beradi. Mana tilla deydi, mana qani. Adres. Mana temir yo'li deydi. Qachon u bitta chiziq temir yo'liga o'xshaydi. Ano poyezd yurayotgan temir yo'liga o'xshamaydi, bitta chiziq. Mana u bosqoq deydi, mana u anaqa deydi, mana u tog'lar deydi. Rangini, shaklida o'zgartiradi xolos. Rasm xolos. Asli o'zi bo'lay narsa-ku. Tushuntirishda shuna deb tushuntiradi. Mana u joy, mana unaqa joy deb tushuntiradi xolos. Asli o'ziga solishtirganda o'zi bo'lay narsa-ku. Bag'aga o'rganayotgan ilm ashi. O'zini haqiqiysi emas. Asli xaritaga qarab o'rganayotganga o'xshagan. Asli nusxasi bo'lay narsa ular. Endi shartga to'g'ri kelgan bo'lsa, umr o'tgan bo'lsa, azizlar va vazoif buyurgan bo'lsa, vazifa bergan bo'lsa, nomai amalni bir kun o'qiladigan bo'lsa, imkoniyat hozirgi berilgan tirik turib nafasi kelib chiqishligi imkoniyat. Bir nafasni ustida inson nafas kirmasa ham o'ladi, chiqmasa ham o'ladi. Turgan omonat ana shuni o'zi xolos hozir. Bu ko'rib turgan narsani asli vujudi yo'q narsa. Sharob bu. Cho'lga chiqsangiz dengiz bo'lib ko'rinadi. Yo'q, buni asli vujudi yo'q narsa. Shuning uchun endi anonaqa ekan, manonaqa ekan, u unda bo'ldi, bu munda bo'ldini tashlash kerak endi. Har bir nafas g'animat, ertaga bormi yo'qmi? O'sha azizlarni bergan verdi vazoifi bilan mashg'ul bo'lish kerak endi bundan bog'da. Shatga so'r xotin ko'rdimi, bola ko'rdimi, nima bo'ldi, qayerga o'zi keldi. Hammasini aytgani bo'lgani yo'q hozir. Yosh keldimi, bugun ketadigan bo'lsa ketdi. Xo'p, nimani olib ketadigan bo'lsa? Imkoniyat turibdi hozir. Gunohiga tavba qilsa bo'ladi. Ibodat qilsa bo'ladi. Alloh Xudo desa bo'ladi. Shu imkoniyat turibdi. Yana nimani gaplashadi boshqa narsani? Eshak bormi, qo'y bormi, bog' bormi, tok bormi, nima kerak bor o'zi? Nomai amal yozilib boraversa o'sha narsalar. Alloh deng debdimi? Deyish kerak. Kishi aytayotganlar nabiy isbot qilyaptimi? Qilsin o'shani. Bo'lmasa tahlil qilsin. Allohning yodi bilan bosa holat yursin endi. Ertaga bormi yo'qmi ma'lum emas uni. Qaytib u imkoniyati berilmaydi. Qaytib dunyoga keltirilmaydi. Ketgan odam birontasi xabar bergani yo'q, hali mana unaqa bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu odili adalihim deydi. Odillarning odili. Shu kishi dunyodan o'tgandan keyin 12 yil o'tgan ekan. Ibn Abbos Rusulda ko'rganlaridan keyin yangi tahorat olib kelayotgan ekanlar. So'radilar, Alloh taolo nima muomala qildi sizga? Ishlaringdan ketganiga necha yil bo'ldi? 12 yil. Hozir hisobdan bo'shab chiqdim dedilar. Hozir bo'shab chiqdim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'sha Zaynab qizlari dunyodan o'tganlarda ranglari tag'ir topib ketdi, o'zgarib ketdi. Zaynabga omon berdik dedi, yer qisdi dedilar. Payg'ambarimizning qizlari edi o'sha Zaynab roziyallohu anhu. Sahobiy edi. Payg'ambarning qizi edi.
yer qisdi dedilar. Insi jindan boshqasi eshitdim dedilar. Ovozini dedilar. U qiyomatda ahvoli yengil, osongina darrov bo'lib o'tib ketaveradigan narsa emas. Ha. O'shani andishasini qo'yish kerakki, ertaga qayerga ketyapman men? Ketganlardan qaysirisi keldi? Hatto tushingizga kirib anavini qilman, buni qil deydigani ham bo'lmaydigan bo'lib ketdi u narsalar. Yana qayta to'plansa, yana eshagi bormi, moli bormi, boshqasi bormi, yana o'sha gapni gapiraversa. Endi ayb bo'ladi endi bundan keyin. Tashvish qo'lingizda bo'lsa, o'zi aslida birov xalaqsiz bo'ladi, birovni kelib qolishligi zikringizdan to'xtatib qo'yadi o'zi. Yana qancha aralashish mumkin odamlar mana. Nima chiqdi chatga zo'r bo'lganda. Qaytishga ruxsat yo'q, qaytib kelmaydi buni.